Sog'lom odamda yurak bilan bog'liq muammolar har qanday yoshda va jinsda yuzaga kelishi mumkin. 5 ta asosiy belgi yuragingiz bilan bog'liq muammolar borligini anglatadi. Agar tosh ortida qizdiruvchi og'riq paydo bo'lsa va nitroglitserin tabletkasini qabul qilgandan keyin og'riq qolsa, bu yuragingizda muammo borligini bildiradi. Chap qo'l og'rishi. Bunda chap qo'lning barmoqlaridan to kurakgacha bo'lgan og'riq. 3-si, chap ko'krak sohasidagi og'riq. Bunda yurak bilan bog'liq muammosi bor bemorlarda chap ko'krakda simillovchi og'riq paydo bo'ladi. 4-si, uyqudagi nafas qisishi. Ya'ni yurak muammosi bor bo'lgan bemorlarda kichik qon aylanish doirasidagi dimlanish hisobida nafas qisishi paydo bo'ladi. 5-si, bosh og'rig'i. Boshning chekka, teppa va ensa sohasida kuchli og'riq paydo bo'lishi bu qon bosimining ko'tarilganligi va yurakka ortiqcha yuk tushganidan dalolat beradi. Agarda sizda yuqoridagi shikoyatlar paydo bo'lgan bo'lsa, zudlik bilan kardiologga murojaat qiling.